Xormeli Lamborghini Aventador 2011-yildan 2021-yilgacha ishlab chiqarilgan. U Lamborghini Murcielagoni o'rinbosari bo'lib kelgan. 605 litrlik V-образный 12 silindrlik maxluq 700 ot kuchidan 780 ot kuchigacha ega. Aventador G Roadster faqatgina bir dona ishlab chiqarilgan. Unda 700 ot kuchi mavjud. 100 tezlikkacha 3.2 sekundda chiqadi va maksimal tezligi 350 km/soatga yura oladi. Aventador SV, ya'ni Super Veloci 600 dona ishlab chiqarilgan bo'lib, 750 ot kuchiga ega. U 208 sekundda 100 tezlikkacha chiqadi. Maksimal tezligi bo'lsa 350 km/soat. Keyingisi ko'pchilik biladigan SVG 900 dona ishlab chiqarilgan. Uni 770 ot kuchigacha kuchaytirishgan. 2019-yilda usti ochiq versiyasini ham qo'shishgan. Maksimal tezligi 351 km/soat tezligida yuradi. Va yana Space versiyasi SVG 63 Lamborghini kompaniyasining 63 yilligiga ishlab chiqarilgan bo'lib, u 63 dona chiqqan.